Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bugun xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasini o'tkazish uchun yig'ilib turibmiz. Sessiya ishimiz ijtimoiy tarmoqlarda jonli tarzda yo'ritilib borilmoqda. Sessiya ishida xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari hamda kun tartibidagi masalalarga aloqador korxona, muassasa hamda tashkilotlar rahbarlari ishtirok etishmoqda. Sessiyamizda xalq deputatlari tuman kengashi saylangan 25 nafar deputatdan 21 nafar ishtirok etishmoqda. Sessiya ishimizni boshlash uchun kvorum yetarli. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Boshqa takliflar bo'lmasa tasdiq berishingizni so'rayman. Ochilsin degan deputatlar ko'plar tasdiq berishingizni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasini ochiq deb e'lon qiladi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Birinchi Oqoltin saylov okrugidan deputat Choriyeva Dilfuza Aliyarovnani sessiya kotibligiga saylovga kiritilmoqda. Takliflar bormi? Yo'q. Takliflar bo'lmasa, Dilfuza Aliyarovnani sessiya kotibligiga saylasin degan deputatlarni ko'plar tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Birinchi Oqoltin saylov okrugidan deputat Choriyeva Dilfuza Aliyarovna sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, Dilfuza Aliyarovna kotibi vazifasini bajarish o'zingiz o'rningizga kirishingiz. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya etilmoqda.
Birinchi, Xolmo'minov Ikrom Shodiyevich. Ikkinchi, Obod Turmush saylov okrugidan saylangan deputat, sanov komissiyasi raisligiga. İkinci, Sidneyga Vera Viktorovna, 17. Do'stlik saylov okrugidan saylangan deputat, sanov komissiyasi a'zoligiga. Uchinchi, Muhammadiyeva Barchin Hazratqulovna, 13. Shabada saylov okrugidan saylangan deputat, sanov komissiyasi a'zoligiga. Sanov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bormi? Yo'q. Bu holda sanov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Kim sanov komissiyasi a'zolarining taklif etilayotgan tarkibiga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sanov komissiyasi tarkibi bir ovozda tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibini kelishib olishimiz kerak. Sessiyaning kun tartibi loyihasi sizlarga tarqatilgan. Kun tartibiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa kun tartibi qo'l ko'tarib berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, muhokama so'zi uchun 5 daqiqagacha, savollar va takliflar uchun 3 daqiqagacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Reglamentga albatta amal qilishlaringizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim va dolzarb masalalari to'g'risida. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan so'z tuman hokimi Mamatqulov Abdulla Abdumo'minovga. Rahmat. Rahmat. Hurmatli rais. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Tanasaki shu sessiyani o'tkazish uchun reglament belgilangan. Ma'ruzaga ham, keyin savol-javobga ham shu vaqti bo'yicha keyin azon e'tirozim bor. Hurmatli rais, soat 2 deyildimi, deputatlardan iltimos bo'ladi soat 2 da. Hozir 2:30 bo'lib ketyapti, bo'lishmayapti. Bu masalalar bo'yicha keyin doimiy sessiyamizga ishtirok etmayotgan deputatlarimiz ham bor. Yillar mobaynida ularni ham hammasini ko'rib chiqib, hurmatli rais, buni hozir yaqinda o'qiganimizda ham, o'qishda bo'lganimizda ham siz bilan birga bo'ldik. Buni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Nozimjon Saidlaka bo'yicha o'rinbosarimiz ham turibdi. Takliflarni bersangiz, bu uchun ketadigan saylov xarajatlar boshqasi hammasini hisob-kitob qilib beradi. O'tirishda hozir tumanimiz bitta okrugidan saylangan deputat bir yilda qatnashmasi mumkinmi? Bu mumkin emas. Qancha tomonlarga e'tiborli bo'lib, buni uzil-kesil yilni borida hal qilib olishimiz kerak. Buni ko'p so'rashga hech kim haqqi yo'q. Buni chunki orqamizda bizni saylagan xalq bizdan nimani kutibdi. Shuni iltimos qilaman, hurmatli rais. Ruxsat bersangiz, hurmatli deputatlar, mavzuni davom etasam. Tumanni rivojlantirishning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim va dolzarb masalalari ijrosi yuzasidan savol bersam. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha 2025-yilda tumanda sanoat mahsulotlari hajmi 828 milliard so'mni tashkil etib, viloyatdagi ulushi 4%, viloyatda 9-o'ringa ko'tarildi va aholi jon boshiga sanoat hajmi 5 milliard 229 ming so'mga yetkazildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 3 trillion 40 milliard so'mni tashkil etib, viloyatdagi ulushi 7,2%, viloyatda 5-o'rinda. Aholi jon boshiga 19 million 199 ming so'mga yetkazildi. Qurilish ishlari hajmi 300 milliard so'm, viloyatdagi ulushi 2%, viloyatda 11-o'rinda. Aholi jon boshiga 1 million 896 ming so'm. Xizmatlar hajmi 1 trillion 100 million so'mni tashkil etib, viloyatdagi ulushi 3%, viloyatda 9-o'rinda. Aholi jon boshiga xizmatlar 6 million 735 ming so'mga yetkazildi. Eksport hajmi 26 million 100 ming dollar,
110% o'sishni tashkil qildi. 81 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 330-soni qaroriga muvofiq kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosini ta'minlash orqali aholining turmush sharoitini yaxshilash va kambag'allikdan chiqarish maqsadida 2025-yilda 9 ta og'ir mahallalar tanlab olinib, ushbu mahallalarda quyidagi ishlar amalga oshirildi. Hurmatli deputatlar, 9 ta mahallada amalga oshirilgan ishlardan xabarlaringiz bor. Ko'pchiligimiz kutib yurib anchadan beri bitta Dilmurod akam joy ko'taryapti. Qolganlardan hech qanday taklif chiqmayapti. Eng bizni qiynayotgan narsa mana shu 5 ta mahallada suv chiqarganmiz. Shuni qabul qilib olib, aholi tomonidan hozir davlat pul ketganligi. Shu sug'orish tizimini yaxshilash bo'yicha ishlarimiz qoniqarsiz. 29,6 kilometr ariqlarni betonlash, 1,39 kilometr sug'orish tarmog'i, 7 dona sug'orish qurug'i, 1 dona nasos agregati uchun jami bajarilgan ishlar hajmi 10 milliard so'm tashkil etgan yoki ishlar jami nisbatan 100% ga bajarilgan. Elektr energiya tizimini yaxshilash bo'yicha 1381 dona tayanch ustunlari va 14 dona transformator o'rnatish, 77 kilometr 600 metr tarmoq tortish uchun jami 8 milliard so'mlik ishlar bajarildi. Elektr energiyada haqiqatan 14 ta transformator o'rnatildi. Tarmoq ham tortildi. Bundan xabarlaringiz bor. Yana mana hozir Ro'zg'or bo'yicha 8000 dona o'rnatilyapti 15 ta mahallada. 8000 dona o'tgan yili 1,5 dona, 9,5 10 dona bo'lib ketyapti. Juda katta elektr hammasi beton atrofida. 10 dona yangi o'rnatilyapti. Kambag'allikni qisqartirish, shuningdek aholi bandligini ta'minlash bo'yicha tumanda 2025-yil yakuni bilan o'rtacha aholi soni 159,9 kishini tashkil etib, Salkatda 160 kishini tashkil etdi. Shundan jami mehnat resurslari 80 kishi. Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi soni 79,800 kishi va iqtisodiy faol aholi 62,100 nafar bo'lib, ishsizlik darajasi 5,1% tashkil etdi. 2025-yilda 27 ming aholining daromadi mehnat bilan band qilish rejasi belgilangan bo'lib, amalda 32 mingtani, ya'ni rejaga nisbatan topshiriq 15% ga oshiq bilan bajarilgan. Yo'nalishlar kesimida kutilish tahlili, investitsiya loyihalarini ishga tushirish orqali 800 nafar aholi daromadli mehnat bilan band qilish rejasi belgilangan bo'lib, amalda 1276 ga bajarilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida 16,585 nafar aholini band qilish rejasi belgilangan bo'lib, amalda 16,811 nafarda bajarilgan. Qurilish sohasida 517 nafar aholini band qilish rejasi belgilangan bo'lib, amalda 590 ta bajarilgan. Tijorat banklari tomonidan 9880 nafar aholini band qilish rejasi belgilangan bo'lib, amalda 13471 tani, jumladan 4944 ta aholini doimiy ishga joylashtirildi va tadbirkorlikka jalb qilish yo'nalishida 8527 nafar aholini tadbirkorlikka jalb qilish orqali bandligi ta'minlandi. Mana shu joyda nozirligimiz bor. Hokim yordamchilarimiz hammasi mahallalarga biriktirilgan. Suvda subsidiya kreditlarimiz bor. Lekin yangidan tadbirkorchilik, mahallabay, bir kontur bir mahsulot, mana shu masalalarda hurmatli deputatlar ish vaqt qilishimiz kerak bo'lyapti. O'zingizga biriktirilgan hududda. Ko'p joylarda mana shu o'chida bananchilik yoki Bandixon limonzorda limonchilik bizda shu sal orqada qolyapti. O'zlaringizga biriktirilgan hududlarda ozgina shu so'rov ishlari, qayerlarda to'xtalish, hokim yordamchilar tomonidan to'xtalish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa takliflar sizlardan hozir endi biz mana hozir Saidal aka bilan bir kunlik o'qishda bo'ldik, juda hozir bir yil qilib ko'zimizni ochib tushuntirib. Har bir narsani deputatlarimiz qo'lida juda katta kuch bor. Juda. Siz qo'lingizni uzsangiz hamma joyga yetadi. Shuning uchun bizga taklifni bersangiz, biz uni chetdan qarab turmaymiz. 2025-yil yanvar-dekabr oylari davomida 1098 fuqaro kasbga tayyorlash va malakasini oshirish uchun o'qitish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 1251 nafar fuqaroga
kasbga tayyorlash va malakasini oshirish uchun o'qishga yuborilgan. Rejaga nisbatan 113% bajarildi. Shundan 1039 nafar ayollarning 287 nafari yoshlarni tashkil etadi. Kambag'allikni qisqartirish borasida yanvar-dekabr oylari individual rejalar asosida 3631 ta oilaga yoki 6600 aholiga kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 6600 ta xizmatlar ko'rsatildi. Belgilangan reja to'liq bajarilgan. Bundan oila a'zolarining 2606 nafari doimiy ishga joylashtirildi, 1100 nafariga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratilgan. 2430 nafari tadbirkorlikka jalb qilindi va 451 nafari kasb-hunarga o'qitildi. Bundan tashqari kambag'al oilalarga biriktirilgan 288 ta rahbar va o'rinbosarlar tomonidan 1441 ta oilaga ko'mak yordamlar va xizmatlar ko'rsatildi. Yo'nalishlar kesimida 1200 ta oilaga 1 milliard 200 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 654 ta oilalarga 1 milliard 100 million so'mlik nooziq-ovqat mahsulotlari, 12 ta oilaga 56 ta chorva, qorama, qo'y, echki berildi. 18 ta oilalarga 193 bosh parranda, 227 ta oilalarga 277 ta har xil turdagi issiq kiyim-kechaklar berildi. 136 ta oilalarga 537 million so'mlik uy joyini ta'mirlashga ko'maklashildi. 1441 nafar oila 6300 ta aholi soniga kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 5 turdagi xizmat turlari ko'rsatildi. Misol uchun 2606 ta 6 nafar doimiy ish o'rinlariga joylashtirish, 2430 nafarni tadbirkorlikka jalb etish orqali 451 nafarni kasb-hunarga o'qitildi va 1349 nafariga boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatilib, bandligi ta'minlandi. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha yil davomida 3590 nafar kambag'al oilalar kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajamiz yil boshiga nisbatan 9.7% dan 4.4% ga tushirildi. Hurmatli deputatlar, oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida onlayn mahalla platformasi orqali 2025-yilda jami 22 milliard 399 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Shundan birinchi sektor 481 nafar fuqaroga 5 milliard 751 million so'mlik, ikkinchi sektorda 524 nafar fuqaroga 6 milliard 984 million so'mlik, uchinchi sektorda 457 nafar fuqaroga 5 milliard 108 million so'mlik, to'rtinchi sektorda 340 nafar fuqaroga 4 milliard 554 million so'mlik. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish maqsadida hokim yordamchilari tomonidan yil davomida 133 ta yuridik va 327 ta yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Sayxunobod tajribasi bo'yicha 2025-yil loyiha qiymati 60.1 milliard so'mlik 1605 ta mikro loyihalar ishga tushirilishi natijasida 3231 ta yangi ish o'rinlari tashkil qilindi. Belgilangan reja bajarilgan. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, shu o'rinda yoshlar va xotin-qizlar muammolarini eng hal etilishiga ko'maklash ijrosi yuzasidan savol bersam. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bilan ishlash tumanda 2 ta mahallada mavjud bo'lib, jami aholi soni 159.900 nafarni, shundan 30 yoshgacha 86.182 nafar, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar 36.125 nafarni tashkil qiladi. 2025-yil yanvar-fevral oylarida Muzrabot tumanida joylashgan 37 ta mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan yoshlar balansini shakllantirish maqsadida uyma-uy yurgan holda yoshlar xatlovi o'tkazildi va xatlov anketalari to'ldirilib, yoshlar shtabiga taqdim etildi. 14 yoshdan 30 yoshgacha toifadagi bo'lgan 36.125 nafar yoshlar, 17.300 nafari ayollar mahalla yoshlar yetakchilari tomonidan xatlov o'tkazilib, bandlik va ijtimoiy holatlari o'rganildi. Yoshlar daftari bo'yicha 2025-yil
yoshlar daftarini yuritish orqali yoshlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali 323 nafar yoshlarga yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan amaliy yordamlar ko'rsatildi. Sektorlar kesimida birinchi sektorda 81 nafar, ikkinchi sektorda 85 nafar, uchinchi sektorda 111 nafar, to'rtinchi sektorda 46 nafar yoshlarga yordam ko'rsatildi. Buni asoschilardan xabarlaringiz bor. Ko'pchilik kontraktlarga yordam berildi. Buni xabarlaringiz kerak. Jumladan doimiy ish o'rinlariga joylashtirilgan 10 nafar, tibbiy xizmat ko'rsatish xarajatlari qoplab berilgan yoshlar 18 nafar, kredit mablag'lari ajratilgan 30 nafar, mehnat qurolli kuchlari uchun subsidiya ajratilgan 35 nafar, safarbarlik chaqiruv rezervi uchun 18 nafar, ilm, fan, sport, san'at va madaniyat yo'nalishidagi o'qitish xarajatlari uchun 5 nafar, to'lov kontraktlari uchun 144 nafar, haydovchilik guvohnomasi uchun 15 nafar, olimpiada, tanlov va musobaqalarda qatnashish xarajatlari uchun 1 nafar, kelajak kasblar uchun 6 nafar, nodavlat ta'lim muassasalarida kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish uchun 1 nafar, urug'lik va ko'chatchilik hal qilish uchun 1 nafar, boshqa ko'rsatilgan yordamlar uchun 35 nafar yoshlarga amaliy yordam ko'rsatildi. Mana shu yoshlar daftaridagi mablag'larda yoshlar yerlariga ekin ekish hosil bizda beda bo'lib ketganmi? Yoshlarga ajratilgan yerlar hech kim ekin qilmayapti. To'liq beda. Fermerlarimiz juda shuni aziyat chekyapti. Mana hozir yoshlar daftarida urug'ligi bormi, o'g'iti bormi, bemalol bir kishi o'tgan yilda. Bir kishi. Daftarda turgan pul olib foydalansa bo'ladi. Hamma beda qilgan fermerlarga so'rmaydi. Beda suvdan to'ymasin. O'sha masalalarni ham deputatlarimiz inobatga olishi kerak. Yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha Muzrabot tumanida 668 nafar ishsiz yoshlar aniqlanib, viloyat darajasidagi 3 ta tashkilot hamda 19 ta tuman tashkilot rahbarlariga biriktirildi. O'tgan 9 oy davomida ishsiz yoshlarning 662 nafari bandligi ta'minlandi. Jumladan doimiy ishga joylashgan 296 nafar, tadbirkorlik uchun kredit ajratilgan 93 nafar, ekin yer maydoni ajratilgan 13 nafar, asbob uskuna ajratilgan 5 nafar, tartibli migratsiyaga yuborilgan 112 nafar, muddatli harbiy xizmatga yuborilgan 1 yillik 43 nafar, ta'limga jalb qilingan 15 nafar, o'zini o'zi band qilganlar 85 nafar, bandligini ta'minlab 6 nafar yoshlar boshqa hududlarga turmushga chiqib ketgan. Bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha 2025-yilda mehnat bozoriga yangi kirib keladigan 941 nafar ta'lim muassasalarini tamomlagan bitiruvchi va ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha ishsiz hamda bitiruvchi yoshlar dastur ijrosini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Otaliqqa olingan yoshlar bo'yicha mahallalarda 223 nafar tarbiyasi og'ir jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan yoshlar aniqlanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan 21 nafar mas'ullarga otaliqqa olingan. Jumladan 30 nafar Muzrabot tuman adliya bo'limiga, 147 nafar Muzrabot tuman ichki ishlar bo'limiga, 55 nafar Muzrabot tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga, 21 nafar Muzrabot tuman prokuraturasiga biriktirilgan. Yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar. Eng og'ir masalamiz shu. Joriy yilning o'tgan 11 oy davomida tumanimiz hududida yoshlar tomonidan jami 18 ta jinoyat sodir etilgan. 2024-yilning shu davriga nisbatan 4 taga yoki 18% ga kamaygan. Sodir etilgan 18 ta jinoyatlarning 2 tasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish, 2 tasi o'g'irlik, 2 tasi firibgarlik, 2 tasi bezorilik, 10 tasi boshqa turdagi jinoyatlarni tashkil etadi. Ushbu jinoyatlarda 16 nafar yoshlar ishtirok etgan. Ulardan 11 nafari ishlaydiganlar, 4 nafari ishlamaydiganlar, 1 nafari ta'lim muassasasida o'qiydiganlar. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 31-martdagi 145-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini hamda ayollar daftari bilan ishlash tizimining takomillashtirilishi munosabati bilan
O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 833 sonli qarorlari ijrosi bo'yicha 2025 yil ayollar daftari 6 bosqichiga kiritiladigan 4620 nafar xotin-qizlarning 4620 nafari 100% qo'llab-quvvatlanib, ularga 1 milliard 580 million so'mlik amaliy yordam ko'rsatilgan. Xususan, birinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar 3274 nafardan 3274 nafari qo'llab-quvvatlanib, jumladan doimiy ish bilan ta'minlanganlar soni 2600 nafar, kasb-hunarga o'qitilganlar soni 286 nafar, o'zini o'zi band qilganlar soni 386 nafarni tashkil etadi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tumanda 2025 yil davomida investitsiya loyihalarini va ularning hududlarning eksport salohiyatini oshirish choralarining ijrosi yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. 2025 yilda eksport prognozi 17,1 million dollarni tashkil etib, reja belgilangan bo'lsa, 8 million 269 ming AQSh dollar sanoat mahsulotlari shundan. 8 million 337 ming AQSh dollar meva-sabzavot mahsulotlari. 2025 yil yanvar-dekabr oylarida jami 20 million 416 ming dollarlik meva-sabzavot va sanoat mahsulotlari eksporti amalga oshirilib, reja 120% ga bajarilgan. Shundan 12 million 374 ming dollar mahsulotlari 8 million 41 ming AQSh dollarlik meva-sabzavot eksport mahsulotlari qilingan. 2025 yil tasdiqlangan dastur doirasida jami loyiha qiymati 18,7 million dollar 24 ta loyiha amalga oshirilishi hamda ushbu loyihalarni ishga tushirish natijasida 618 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Sohalar kesimida sanoat sohasida 1,3 million dollarlik 6 ta loyiha amalga oshirilish natijasida 19 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida 10 million dollarlik 3 ta loyiha amalga oshirilishi natijasida 510 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Xizmatlar sohasida 7,3 million dollarlik 15 ta loyiha amalga oshirilishi natijasida 89 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Amalda ushbu rejalar barcha ko'rsatkichlarda to'liq bajarilgan. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarining ijrosi yuzasidan qisqacha hisobot berib o'tsam, Muzrabot tumanida 2025 yil davomida qonunchilik hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qaror, farmoyish va topshiriqlarini nazorat qilish bo'yicha nazorat rejasi va yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ijroga qaratilgan. Tuman hokimligining ijro intizomini nazorat qilish bo'limi 2021-2025 yillarga oid hujjatlar bo'yicha alohida yig'ma jildlar shakllantirib, ijrosi kunlik tahlil qilib borilmoqda. 2025 yilda 9 ta tashkilot muassasasida ijro holati o'rganilib, amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Bundan tashqari ijro intizomini buzgan holatlar bo'yicha 4 nafar shaxsga intizomiy choralar ko'rilgan. 11 nafar xodimga ogohlantirish xatlari berilgan. Shundan 2025 yil davomida tumanda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 258 ta qaror va qonunchilik hujjatlari bo'yicha jami 8993 ta topshiriqlar kelib tushgan. Ulardan 8689 tasi yoki 97% topshiriqlar ijrosi bajarilgan. 289 ta topshiriqlar bajarish muddatlari yildan yilga o'tuvchi bo'lganligi sababli 2026 yilda ijrosi to'liq ta'minlanadi. Shuningdek, 15 ta topshiriqlar kechiktirib bajarilganligi sababli tegishli tartibda intizomiy choralar va ogohlantirishlar berilgan. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, deputatlar, ma'ruzam shundan iborat. Marhamat, savollar bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ma'ruzachi savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Sessiya ishtirokchilari. 12 oydan saylov o'tkazilgan deputat Shervat bilan
To'qqizta og'ir hududdagi va artisan masalasi bo'yicha murojaat qilmoqchiman kerak. Bu yerda hozir hisobotga yakunlangan deydi. Hozirgacha albatta artisan og'ir qurib bitkazilmagan. Keyin qurib bitkazilganlar ham sal qarovsiz holatda buni azamat akadan iltimos qilamiz. Deganda bu yerda yoshlar, ayollar daftari yoki ishsiz fuqarolar yer olgan. Artisan qurib bo'lingan. Bu elektr tarmog'i ulanmagan. Ya'ni u yerga o'chiruvchi olib qo'yib, suvda chiqarib ishlatish kerak. O'sha joyda to'xtaydi. Agar shu turishda yana biri turadigan bo'lsa, artisan yarasiz ko'milib ishsiz holatga kelib qoladi. Davlat ajratib uchinchi bo'ldi, qovurib o'chirish. Buning uchun elektr tarmoqlari ham o'shanga bir amaliy yordam ko'rsatsalar, o'sha o'chirib qo'yib, kimnidir bo'yniga biriktirib, o'sha yerda ishga tushirish chorasini ko'ramiz. Hozir bitta ish qilishimiz kerak. 10 milliard so'm mablag' ajratilganda bu yerda azamat aka. Sayillarga. Bu aslida pul emas. Lekin arzimagan 50-100 million so'm biz turibdi. Aholi tomonidan panel qo'yilganlar ham bor, ko'p qo'yilgan. Qo'yilmaganlarni hozir tezlik bilan bizga taklifini berish kerak. Bu mahalla raislarining nomiga ulashimiz kerak. Bitta narsa mahalla raislarimizdan qo'rqish bo'lyapti. Bizni o'rnatib bergan panellarimizdan topilgan pulga yarasha aholiga ishlatiladi ertaga. Shuning uchun hozir aholi o'zi o'rnatganini hashar qilib o'rnatmaganini sayillarga inobatga olishimiz kerak. Shular hammasiga 5 kilovatdan juda tezlik qisqa muddatda bunga panel o'rnatib Shunlarga shu yerda bir qo'shimcha qilib ketsam, bu bo'yicha viloyatdan maxsus shunday yangi bo'lim ochilgan viloyat hokimiyatining qoshida. Bizdagi 9 ta og'ir mahallaning hamma artizanni o'zlari balansiga olyapti. Hozir ko'rib chiqyapti, loyihalarni qilib ketdi, o'zlari 100%. Bularga mahallaga ham bo'lmaydi, viloyatdan o'zlari to'lab yuradi. To'lovlar yo'qoladi. Hamma ularning balansida ular. Qachon boshlanadi bu? Hozir ko'rib chiqyapti, tez kunda yechiladi masalan. Buni ham bir aniqlik kiritib gaplashishimiz kerak. Agar bu cho'ziladigan bo'lsa, tezda panel qo'yib o'zimizdan Elektrosetning ozgina bog'liq ishi bor, shuni qilyapti hozir. ishlatishimiz kerak. Quyosh panel o'rnatilganlarni hisob yuritilyapti, ishlayapti. Paneli borlar ishlayapti. Mana shu panel yo'g'i aholi tomonidan to'lov bo'lishi juda qiyin masala bunga. Buni doimiy to'lovga aylantirmasak bo'lmaydi. Buni inobatga olamiz. Hozir o'sha direksiya tashkil qilingan. Direksiya qabul qilib mablag'ini yechib to'lasa to'laydi, to'lamasa buni qisqa fursatda bunga panel qo'yib aholi o'ziga ixtiyor beramiz. Tasmin qurilmay turibdi, shuni sandaga amaliyotni bilasiz. Uni ham quriladi, u boshqa joyga o'zgartirilgan hattolar. Unga ham qo'shimcha qurib beradi. Uni ham gaplashganmiz. Viloyat iqtisodiyot va moliya bilan. Yana qo'shimcha qilib beramiz deb sizga aytgan. Joyi o'zgartirilgan bittasini. Agar bu elektr tortilgan turibdi undan. Lekin skvajinasi yo'q. Bo'lmaydigan bo'lsa o'zimiz qurib beramiz. Ahmad, yana savollar bormi? Ahmad. Endi mana shu masala bo'yicha muzokara uchun so'z mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi Lazizjon aka. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Tuman hokimimiz tomonidan komissiyaga 2026 yil 6-fevral kunida Muzrabot tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan 2025 yil davomida amalga oshirilgan ishlar xulosasi haqida hisobot taqdim etilgan. Ushbu hisobot 2026 yil 9-fevral kuni xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Hisobotda asosiy maqsad tuman ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan tumanda bir qancha ishlar olib borilgani haqida axborot berildi. Jumladan tuman rivojlantirishning 2030 yilgacha bo'lgan mo'ljallangan strategiyasi ijrosi, yoshlar va xotin-qizlar muammolarini hal etish, ko'maklashish, aholining turmush sharoitini yaxshilash hamda kambag'allikni qisqartirish, shuningdek aholi bandligini ta'minlash choralari ijrosi eshitildi. Investitsiya loyihalari va hududiy eksport salohiyatini oshirish choralari haqida eshitildi. Qonunchilik hujjatlarini va topshiriqlar ijrosi holati bo'yicha doimiy nazorat ishlari olib yo'lga qo'yilganligi tuman hokimining tomonidan aytib o'tildi.
yuqorida bayon etilganiga ko'ra doimiy komissiya tomonidan xulosa berildi hamda tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga ushbu masala kiritildi. Hurmatli deputatlar, komissiyaning qisqa xulosasi sizlarga o'qib eshitildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi bor. Qaror loyihasi tarqatilgan. 12 banddan iborat. Qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihasi qo'l ko'tarib berishlarini so'rayman. Vazirlar, rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi 2 va 3 masalalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish ta'minlarini takomillashtirish to'g'risidagi TF 17-son farmonining ijrosini ta'minlash yuzasidan tuman hokimligi huzurida tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda tanlab olingan og'ir mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirishga qaratilgan islohot dasturini tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Xolniyazov Sadirdan Mamatqulovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib tamoyillarini takomillashtirish to'g'risidagi 17-son farmonining 9-bandi B qismining ijrosini ta'minlash maqsadida tuman bo'yicha jami 571 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Jumladan, tuman hududidan o'tgan D165 avtomobil yo'li yoqasida, ya'ni Angor tumani bilan chegaradosh bo'lgan Qorasuv bo'yida bo'sh yer maydonlarining ekologik holatini yaxshilash va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida ushbu hududlarni yashil makonga tayyorlash, manzarali hamda mevali ko'chatlar qilish uchun tuproq tashish, yer maydonini tayyorlash ishlaridan foydalanish maqsadida yoqilg'i mahsulotlari uchun 200 million so'm, ya'ni bu katta yo'lni ko'rib turibsizlar, D163 yo'lini. Keyin bundan tashqari tuman hududida stenda o'rnatish, tuman nomini va prezident so'zlarini yozish bilan bog'liq xarajatlar uchun 371 million so'm mablag' ajratishi. Shu munosabat bilan yuqorida qayd etilgan mablag'larni tuman deputatlar kengashi qaror loyihasiga e'tiborlaringizga yo'naltiramiz. Birinchi masala bo'yicha, hurmatli rais. Keyingi mavzunda hurmatli deputatlar, tumanda 14 ta og'ir mahalla bo'yicha islohotlar dasturi ijrosini ta'minlashda hamda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan hisobotim O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali daromadni oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49 sonli qaror ijrosi yuzasidan tumanda 14 ta og'ir mahallalar tanlab olindi. Tanlab olingan 14 ta og'ir mahallalarda aholi yashashi uchun qulay sharoitlar yaratish va tadbirkorlik muhitini rivojlantirish bo'yicha har bir mahallaga 3 million so'm mablag' yo'naltirilishi hisobiga 52,3 kilometr ariqlarni betonlash, 1 dona sug'orish artizan qudug'i, 14 dona transformator, 69,5 kilometr elektr tarmog'ini tortish, beton ustuni bilan 870 kilovat sug'orish qudug'i va nasos ishlatish uchun quyosh panel o'rnatish, 13,5 kilometr ichki yo'llarni asfaltlash, 6 kilometr piyodalar yo'lagi qurish hamda 185 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatish uchun tuman bo'yicha jami 42 million so'm respublika byudjeti mablag'laridan ajratilishi rejalashtirilgan. Jumladan, Anozor mahallasi
bo'yicha bajariladigan ishlar uchun jami 3 million so'm ijrolangan. Mahalla oqova suv ta'minotini yaxshilash yo'nalishida 6,1 km tarmoq ariqlarni betonlash uchun 2 million 135 million so'm. Mahallaning elektr energiyasini yaxshilash uchun bir dona transformator o'rnatish 250 kilovatlik 115 million so'm, 5 km elektr tarmog'ini tortish beton ustuni bilan 750 million so'm. Birgina Anorzor mahallasida shuncha mablag' ajratmoq. Bundan tashqari 3 milliarddan tashqari yana mahallani shu 14 ta har bir mahallaga 300 kilovatdan quyosh panelini respublika byudjetidan o'rnatib beriladi. 300 kilovat quyosh paneli shu mahallada kambag'al oilalarning elektr to'lovini to'lashga yo'naltiriladi. Bu mahallalar qanday tanlab olindi degan savollar tushishi mumkin. Bu mahallalar 2025-yilda kambag'alligi 8% dan yuqori bo'lgan mahallalar tanlab olindi. Bundan tashqari bu yerda Do'ba mahallasi, keyin Tongyo'lzi mahallasi, Bodomzor mahallasi, Mohiyat mahallasi, Mustaqillik mahallasi, Yo'lchi mahallasi, Obihayot mahallasi, Fudokor mahallasi, Shaffof mahallasi, Yo'ltin Jamol mahallasi, Muzrabot Darvoza mahallasi hamda Yangi hayot mahallalari kambag'alligi 8% dan yuqori uchun tanlab olindi shu mahallalar. Bu uchun ushbu 14 og'ir mahallalarda qaror ijrosini ta'minlash natijasida barqaror va yuqori daromad ish o'rinlari yaratiladi. Loyihaviy yondashuv asosida mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish va hududlarning solishtirma ustunliklarini aniqlagan holda tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar bilan ta'minlanadi. Hamda kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlar sifat jihatdan yangicha bosqichga olib chiqishga erishiladi. Hisobot tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bormi o'zlashmi? Mahallalarni yo'naltirishda shu boyagi 14 og'ir mahalladan tanlab olingan o'sha jamoatchilik nazoratini kuchaytirishimiz kerak bo'lgan. Eng asosiy shu pudratchilar ishlar qiladi, lekin sifatsizligi o'zimizga jalb bo'ladi. Shuning uchun hurmatli deputatlar, sizlar bir faol bo'lasizlar. Iloji bo'lsa biz o'zimiz bitta guruh tuzamiz. Tumanda undan tashqari o'sha hududlarda mahalla fuqarolar yig'inlaridan birgalikda jamoatchilik nazoratini o'rnatsa yaxshi bo'ladi. Savollar bormi? Rahmat. Savollar bo'lmasa tartibdagi ikkinchi masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. O'zgartirish va qo'shimchalar yo'qmi? Bo'lmasa qaror loyihasi ko'rliklar tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 3-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi ko'rliklar tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 4-masala mahalla uyushmasining mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi daromadlari va xarajatlari ijrosi, aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z O'zbekiston mahalla uyushmasi tuman bo'limi boshlig'i Ahmedov Azamat Ro'zimahmatovga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Ruxsat bersalaringiz, 2025-yilning 12 oy davomida mahallalarda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotni taqdim etaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-dekabrdagi mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi P209-sonli farmonning 7-bandida 2024-1-yanvarda mahalla byudjet tizimi amaliyotga joriy etilib, har bir mahallada mahalla ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi tashkil etish aniq belgilab berilgan. Shunga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-dekabrdagi O'zbekiston mahalla uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 402 sonli qarori bilan
mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi mablag'laridan foydalanish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan bo'lib, bunga ko'ra jamg'arma mablag'laridan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025-yil 14-yanvardagi hududlarni rivojlantirish va aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengash deputatlari va senatorlarning mahalliy yetkiligining o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 35-sonli qarori bilan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash orqali aniqlangan mahallalardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni bartaraf etishga yo'naltirilishi belgilangan. Tumanda 37 ta mahalla fuqarolar yig'ini faoliyat yuritib kelmoqda. Barcha mahallalarda internet tarmog'i ulangan. 37 ta mahalla fuqarolar yig'inlari barchasi o'z binosiga ega. Shu yerda hurmatli deputatlar qayd etishimiz kerak, mana o'tgan 9 oy jarayonida hisobot berganimda ham aytgandik, mahalla qurilyapti, o'z mavzuda ham qayd etamiz. Bitta hamma mahallamiz hozir to'liq o'z binosiga ega bo'lgan. Faqat bitta xalq o'yin mahallamiz yaroqsiz holga kelgan. Buni bu yil mana 26-yil dasturimizga respublikaga qo'yib berdik. Xudo xolasa, mana 26-yilda bu xalq o'yin mahallalarni ham qaytadan yangidan qurish ishlarini yo'lga qo'yamiz. 2025-yilning 12 oy davomida mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasiga jami 4 milliard 200 million 57 ming so'm mablag'lar kelib tushgan. Shunda mahalla fuqarolar yig'inlarini 10% mol-mulk hisobidan jami 3 milliard 112 million 57 ming 564 so'm tuman mahalliy byudjetdan mahalla fuqarolar yig'ini idoralarini yangidan qurish uchun esa 1 milliard 088 million so'm pul mablag'lar kelib tushgan. Jamg'armaning 3 milliard 627 million 981 ming so'm mablag'lari sarflangan. Mehnatobod tumanlariga, ya'ni Mehnatobod, Olmazor, Fayzobod, Mohiyat mahalla fuqarolar yig'inlariga 1 milliard 88 million so'mga yangi bino qurib, joriy yilning, ya'ni 25-yilning avgust oyida, o'tgan 25-yilning avgust oyida 4 ta mahallamiz ham yangi binoga ega bo'ldi, foydalanishga topshirilishi ta'minlandi. Uzrabod tumanida 26 ta mahalla fuqarolar yig'iniga ish faoliyatida foydalanish uchun 221 million 900 ming so'mga zamonaviy monoblok kompyuterlari, 18 ta mahalla fuqarolar yig'iniga zamonaviy printer qurilmalari, 93 million 600 ming so'mga olib berilgan. Aholi muammolarini hal qilish uchun kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj riskda turuvchi 26 ta oilalarga uy joyini ta'minlash maqsadida 283 million 450 ming so'mlik har xil turdagi qurilish materiallari olib berilgan. Yashil makon umumiy loyihasi bo'yicha tumanda 37 ta mahalla fuqarolar yig'iniga 378 million 700 ming so'mga 6840 dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari olib berilgan. 28 million 300 ming so'mga 10 ta kadastr hujjatlari. Shuni qayd etishimiz kerak, hurmatli deputatlar, mana shu kadastr hujjatlari qilinmay qolgan ekan. Mana hozir bularning to'liq mahallalarimiz kadastr hujjatini qilishini ta'minladik. Faqat bitta mahallamiz Darband mahallasi davlat xususiy sherikchilik asosida qurilgan. O'shani tadbirkor bilan bog'liq sal muammosi qoldi. Qolgan 36 ta mahallamizda ham to'liq kadastr hujjatini qilib, o'zimizni balansga qabul qilishni ta'minladik. 28 million 300 ming so'mga 13 ta kadastr hujjatlari mavjud bo'lmagan mahalla binolari kadastr hujjatlari rasmiylashtirib berildi. 12 ta mahalla binolarini joriy va kapital ta'mirlash uchun 375 million 100 ming so'mga qurilish mahsulotlari olib berildi. Mahallalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 37 dona temir sef, ya'ni shu men to'g'risi kelgan ko'rishim, mana shu lavozimga tayinlangandan keyin 4-5 ta mahallalarga aylanib chiqqanda mahallaning pechat muhrlari stol ustida o'tganligini ko'rdim. Shuning uchun mana shu 37 ta mahallamizga xohlagan odam boshqa mahalla yetkiliklari ham foydalanish holatlari bo'lmasligi, noqonuniy hujjatlarga bilib bilmasdan muhr qo'yib yubormasligini oldini olish maqsadida 37 ta mahallaga temir sef olib berdi. Mahallaning moddiy 37 dona chiqindi, bundan tashqari 37 dona chiqindi tashlash idishlari. Mahalla binosining kirish qismiga mahalla nomi yozilgan katta bannerlar o'zi 39 million 481 ming so'mga o'rnatib berildi. 37 ta mahallalarning barchasida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PX 1-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Anorzor, Guliston, Bodomzor, Madaniyat, Mehnatobod, Mehrgiyoh, Nurli hayot, Obod turmush, Sopol tepa, Tong yulduzi mahallalarining asosiy kirish yo'llariga
92 milyon so'mga 10 ta zamonaviy PTZ kuzatuv kameralari o'rnatilishi ta'minlandi. Buni shuni qayd etishimiz kerak. Buni o'rnatganimizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri tuman ichki ishlar bo'limiga integratsiya qilganmiz. Bu jarayonni tuman ichki ishlar bo'limidan kuzatib turish imkoniyati mavjud hozir bo'lgan kameralarimiz. Bu to'liq foydalanyapti hozir. Mana shu jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda o'zining samarali hissasini qo'shyapti. Xuddi shuningdek, aholiga qulaylik yaratish maqsadida Darband, Dehqonobod, Fidokor, Xalq yo'li, Oriyat, Do'ba, Olmazor, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ichki ko'chalarida 394 million 500 ming so'mga 662 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatilishi ta'minlandi. Bular hammasini ham bilasizmi? Hurmatli deputatlar, o'zlaringizni ko'rib mahallalarda birdan hamma ko'chani qila olmayapti haqiqatan. Bittadan hurmatli viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqo'yevich tashabbusi bilan bittadan har bitta mahalla namunali ko'cha tashkil qilganmiz. Buni ariqlarini ham latoqladi, betonladi. Hashar yo'li bilan faqat sementini qumini olib berdik. Xalqni o'zi hashar yo'li bilan betonladi. Xudo xohlasa 26-yilda ham mana shu ishlarimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan iltimos qilaman. Mana shu latoqlash jarayonlarida mana quyosh panel masalalarini ham bo'yida o'rtaga qayd etdilar. Bu jarayonlarda o'sha xalq o'zi hashar qilib, o'zlarining xohishi bilan o'sha mablag' yig'ib qo'ydi. Chunki bu vaqtida o'sha loyihada dasturda quyosh panel qo'yilmay qolib ketgan. Shuni hisobiga hashar yo'li bilan qildik. Uylar nasib bo'lsa bu ishlarimizni davom ettiramiz. Yana bittadan o'zimizga reja qo'yganmiz. Har bitta mahallada yana bittadan namunali ko'cha tashkil qilib, o'shani arig'ini betonlaymiz, hashar yo'li bilan sementini olib beramiz o'sha mahallalarning foiz jamg'armasidan. O'sha namunali ko'cha bo'lgandan keyin tungi yoritish chiroqlarini ham o'rnatib beramiz. Tumandagi barcha mahallalarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borish uchun 313 million 700 ming so'mga barcha mahalla fuqarolarida 37 ta og'aç separgan apparat, 37 ta o't o'radigan apparat, gazanakasinka deydi, hammalaringiz bilasizlar. Yana 12 tonna ohak mahsulotlari olib berildi. Har bir mahallada namunali ko'chada tanlab olinib, mahalla yo'l chetida ariqlarni betonlash uchun har bir mahallada 3 tonnadan jami 111 tonna sement mahsulotlari 116 million 500 ming so'mga olib berildi. Mehnatobod tumanidagi yana Mehnatobod, Olmazor, Fayzobod, Mohiyat mahallalarini moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 102 million 700 ming so'mga har biriga 5 tadan mebel jamlanmalari xarid qilinib, hozirgi kunda foydalanib kelyapti mahalla. Hurmatli deputatlar, shunga ham e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Nimaga aynan bu mahallalarga deb aytishlaringiz mumkin, chunki bu mahallalar o'z binosiga ega emas. Shu paytgacha yangidan qurib berildi. Shuning uchun mahalla yetkiligiga har biriga mebel jamlanmalari yangi binoga olib berilib, foydalanishga topshirilgan, hozir foydalanib kelyapti. Jami mablag'larning 86.3% sarflangan bo'lib, hozirgi kunda 572 million 76 ming 192 so'm mablag'imiz qoldiqda qoldi. Ya'ni 1-yanvar holatiga bizga asabga bo'lib qoldiqda mana shu mablag' o'tgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi mahalla institut jamiyat tayyorlovini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi K209 sonli farmon hamda O'zbekiston mahalla uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ402 sonli qarorining ijrosi bo'yicha tumandagi 37 ta mahalla fuqarolar yig'inida 26-yilda ham rejalashtirilgan yo'l xaritamizda belgilangan ishlarni izchil davom ettiramiz. O'sha 402 sonli muhtaram yurtboshimizning qarorlari, 209 sonli farmonlarimiz bilan mahalla raisi qolaversin va mahalla yetkiligiga berilgan, aniq belgilab berilgan barcha vazifalarni bekam o'qish, bajarish uchun bor kuch g'ayratimizni safarbar qilamiz. Ma'ruzam tugadi, qisqacha e'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa maqsad. Azamat Gulizim Ahmadovich savollar bor, marhamat. Ikkinchi saylov okrugi Jumayeva. Haqiqat, tungi chariq bor, namunaviy ko'cha bor, ariq oxirigacha qilinmagan, davom etasiz aytdingiz. Faqat chariq qarang, nechta chariq qilgan, ikkita chariq yonayapti. Uchinchi chariq odamlar o'zi qildisin. Qolgan chariq просто o'zlari turib sim yo'q. Sim kimning nomidan, kim qo'yish kerak sim? Chariq yonish kerak-ku, to'g'rimi yo'qmi? Ko'cha namunaviy yorug' bo'lishi kerak. Odamlar qo'rqmay yurish kerak kechqurun.
Sizga savol. Rahmat savolingiz uchun, hurmatli deputat. Haqiqatan ham shu og'ir bir nuqtamiz bo'lgan. Endi bu jarayonda men ham o'zimni oqlashimni noto'g'ri. Pirogar mahallasi. Vaqtida bu shuni boyagi svetni kimni hisobidan ketishini hech kim o'ylamaganda olingan ekan o'sha vaqtda talab bergan ekan. Birinchi marta kelganida 102 dona adashmasam o'sha tungi yoritish chiroqlari quyosh panelisiz bo'lib kelgan. O'shalar shu mahallalarga, o'sha ko'chadagi tadbirkorlarga tushuntirib o'zini uyini oldiga qo'yamiz, ham ko'chaga foydasi tegadi deb o'rnatilgan. Bundan keyin barcha tungi chiroqlarni hozir quyosh panelisini xarid qilyapmiz. Endi bunga nisbatan sal qimmatroq, lekin aholiga jabr tegmaydi uni. Ya'ni elektr energiyasini o'zi ishlab chiqaradi, kunduz o'chib turadi, kechqurun yonadi. Pulti bor, pultini o'sha kimni uyini oldiga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha odamga beryapmiz. Shu odam kechqurun pulti bosadi, yonadi, ertalab yana o'chirib qo'yadi. Shunday jarayon qilganmiz. Endi bu siz aytganingiz to'g'ri. Buni endi o'sha odamlarning o'zini albatta rozi bo'lsa, roziligi bilan birinchi olingan, endi u bizda shunday tartib borki, 10% dan olinadigan barcha narsalar ondan o'sha ochiq savdoga qo'yilgan holda ya'ni olinadi. Uni biz to'g'ridan to'g'ri xarid qilish imkoniyatimiz yo'q. Uni o'sha lotga qo'yilib ketgan ekan vaqtida, u kelgandan keyin olib keldi, ta'minotchi olib kelib bergandan keyin biz majbur bo'ldik buni, chunki shartnoma bo'lgan vaqtida o'shani qo'yib berishga majbur bo'ldik. Lekin o'sha odamlarni rozi qilib qo'yapmiz. Agar yo'q, men shuni bitta lampochkani yonishiga, to'kilmay ketishiga, uyimda orqasiga turishiga noroziman desa, uni majburlamaymiz. O'sha o'zi rozi bo'lgan, to'g'ri tushuntiryapti, rahmat, tushunyapti ham odamlar. Mayli, men o'zimni xavfsizligim, o'zimni uyimda orqasi degan ma'noda shunday rozi qilib qo'yganmiz. Bundan buyog'iga biz buni tushundik. Endi faqat quyosh panelisini xarid qilamiz. O'sha elektr energiyasi emas, o'zi ishlab chiqaradigan quyosh panelisini xarid qilyapmiz. Birinchi marta aytganimda shunday bo'lgan. Bundan buyog'iga faqat quyosh panellarini xarid qilamiz. Yana bir savol. Marhamat. Endi mana shuni hozir bizda turyapti. Nechta qo'yilgan? 8ta, 9ta bor. Endi uni almashtirasizmi, yo shu joyga qoladi? Endi bizda quyoshli panelda yo'q. Chiroq. Uni biz almashtira olmaymiz. Sababi uni boyagi yutib olib kelib bergan. Agar odamlar norozi bo'lgan bo'lsa, men fidokor mahallani bilib oldim. Hozir mahalla raisimiz yetligi bilan yana qaytadan talab qilamiz. Qayerga qo'ygan, men o'rganaman. Agar foydalanmasdan elektr energiyasi ulanmay turgan bo'lsa, olib uni boshqa bir ko'chaga qo'yib, o'sha o'zi odamlar rozi bo'lgan tadbirkor bor odamlarga qo'yib, bu sizning ko'changizga keyinchalik o'sha 10% jamg'ariladigan mablag'larni quyosh panelini siz aytgan ko'chaga olib qo'yish imkoniyatimiz bo'lishi mumkin. Men o'rganib chiqaman mahalladagi. Rahmat. Marhamat. Toshkentdagi okrugdan komidan quruqman. Bu azil axborot beryapti, mahallaga ajratilgan mablag'lar yo'naltirilyapti. Shu yerda bitta narsa borda, faqat mahallaga yo'naltirilyapti hozirgi. Mana 2 yildan beri mahallaning byudjeti o'sha 10% mahallaga yo'naltiriladi. O'sha mahallaning nochor oilasiga, kam ta'minlangan oilasiga degan joyi ham borda, ko'chaga masalan ichki yo'llarda tashlash degan joylari borda, masalan uni obidan tashlanib bir moshin, 2 moshin uchun bormaydi ham, qilmaydi ham. Masalan, kengash shuni ilgari chiqib taklif berish kerak. Faqat mahallaga yo'naltiriladi. 2 yildan beri qurdi. Lekin shu yo'llarni e'tiborga olgan faqat mahalla obod bo'lsa bo'ldi. Masalan, mening mahallamga 5 ta kamera qo'yib, bitta mahallada 4 ta xonaga 5 ta kamera qo'yib. Mahallaga masalan 5 ta kamera kerak emas, tashqariga bitta yetadi. Hamma ichkariga zalga bitta qo'yish kerak. Bitta bilgan. Boshqa mahallalarda ham shunaqa. Mahallaga yo'naltirish kerak, darvozalarga yo'naltirish kerak. Bu o'zim mahallada ishlaganim shu ekan. O'sha mahalla raisi kengash bilan birgalikda Yashang. o'sha yerda maslahatlashib o'sha qiladi. Masalan, uyushmani boshlig'i kiritmaydi. Uyushman boshlig'iga tavsiya qiladi. Shunaqami? Yo'q, ular bilmaydi, aytmasangiz bilmaydi ular. Bu kelar ekan, bunga faloncha kerak bo'lsa, yuraveradi. Bittasi ham tushungani yo'q. Hammasi ham mahalla tushungani yo'q-da. Hurmatli deputat, savolingiz uchun rahmat. Savolingizga aniq javob beraman. Ma'ruzamda men qayd etdim. Siz mahallani faqat o'ziga deb aytganingiz noto'g'ri. Sababi men bilan hozir qaytadan ham o'qib beraman. Bu yerda kambag'al oilalarning uy joyini ta'minlash uchun
183 milyon 450 ming so'mga qurilish mollari olib berilgan. Yana 51 milyon 400 ming so'mga degan yuqorida qayd etdim. Bu narsa haqiqatan ham bor, faqat mahallaga qilayotganimiz yo'q. Sababi mahallaga faqat kompyuter, mebel, texnik olib beryapmiz. Chunki undan ish talab qilyapmiz. Bu mahalla o'zi kollegial yetkili qaror qiladi. Uni men saqlamayman. Mahalla yetkiligi kollegial qaror qiladi. Kollegial qarorni mana bizda nizom bor, mana mahallaning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi mablag'laridan foydalanish tartibi to'g'risida nizom bor. Bu muhtaram yurtboshimiz 402 sonli farmoni bilan tasdiqlangan nizom. Ushbu nizomga hurmatli deputat 4 ta holat ko'rsatilgan. Mahallaning 10% jamg'armasidan foydalanadigan pullarni foydalanish uchun 4 ta holatga ruxsat berilgan. Buning ichida ko'chani toshlash degan joyi yo'q, hurmatli. Shuni sizga tavsiya beraman, qarorga qarab chiqsangiz. Chunki u yerda mahalla ko'chalarini toshlash degan joyi yo'q. Bu qurilish sohasi bo'lib ketadi. Bu narsani bu lotga unday bo'lsa biz qo'ya olmaymiz. Uni qurilish sohasi umuman boshqa narsa. Bizga faqat ta'minotchilar qo'shib savdodan yutib olib ta'minlab beradi. Haqiqatan mahallaning kompyuter jihozlari yo'q, uni birinchi ta'minlab beryapmiz. Sababi u qurolsiz jangga kira olmaydi, ishlay olmaydi. U kompyuter bo'lmasa nima qiladi? Platforma hozir, elektron hamma narsa. Shuning uchun kompyuteri bor aeroportlar olgan eski kompyuterlar bir svet o'tsa keyin birdan buzilib qoladigan kompyuterlarimiz. Shuning uchun zamonaviy hozirgi kun talablariga, hozirgi bizning mahallalardagi mavjud platformalarni ko'tara oladigan, kuchi yetadigan, imkoniyatli kompyuterlarni olib beryapmiz. Ikkinchi savol, 26 ta xonadonga ta'mirlab berdik, 400 million deb aytyapti. Menda bitta xonadonda fuqaro yashaydi, 4 ta ko'zni bor. Oyda 4 tasini ko'zni olib, mana Bekzodda gaz boshlig'i bilan hurmatli aytdik, gaz bilan ta'minlab berdi, rahmat. Bularni 3 yildan 4 yildan beri kiritamiz. Keyin bitta nogiron bor, yeri xotin nogiron. Uni ham uyni kiritamiz, 10 yildan beri kiritiladi. Shunda ular kiritilmagan mana bu 26 ta deganimiz. Burada mahalla var ki kim aytgandir, boshqa qilgandir. Ularga mablag' bor tushgan. O'sha mablag'dan xonadonlarni qilib bersa bo'ladimi? Uyini solib qurib yeyapti. Yiqiladigan ahvolda. Ikkalasini. 3 tane ketgan. 3 oylar aytmaydi, buning turmush o'rtog'i yo'q, yolg'iz oila. Savolingiz uchun rahmat. Endi bizda haqiqatan ham bor ijtimoiy reyestrda turgan boya kambag'al yoki nogiron, siz aytyapsiz, nogiron deb aytyapsiz, ko'zi ojiz deyapsiz. Bu to'g'ridan to'g'ri bilan bog'liq ijtimoiy xizmatlar ijtimoiy himoya milliy agentligi tuman bo'limiga berilgan. Lekin shu qatori bizda ham uy termiga ketgan deyapsiz, to'kilgan deyapsiz. Termiga ketgan bo'lsa, men birdan sizga aytishim kerak. Mahallani 3 yildagi bitta mahallani, masalan, Fidokor mahallani 3 yilda tushayotgan 10% puli bilan bitta qurib bo'lmaydi. Biz faqat ta'minlab berishimiz mumkin. Ta'minlab. Yordam ko'rsatishimiz mumkin. Bemalol siz mana shu mahalla yetkiligi bilan bu bo'yicha mana farmon qarorim bor. Oliy Majlis Senatining ifoda qayd etdim. O'zingizni taklif fikrlaringizni mahalla yetkiligiga bering. Sababi uni men belgilab bermayman. Qarorda ham, farmonda ham shunday kelgan. Mahalla yetkiligi kollegial qaror beradi. Mana shu 10% tushgan pulni mana shu yerga ishlatamiz. Men faqat o'shani nizomga muvofiqligini tekshirib o'tkazaman. Nazorat qiladigan shuni odam. Agar mahalla yetkiligi o'rganib chiqib sizda haqiqatan muhtoj deb xulosaga kelsa, kollegial qaror qilib bersa, hisob raqamida mablag' bo'lsa, men hech qanday qarshilik e'tirozim berolmayman. Yana savollar bormi? Rahmat. Hurmatli Azamat Usmonovich, 10-yangi saylov okrugida tag'ir. Sizlar 25-yil hisobotlaringizni eshitdik. Haqiqatan bu hisobotlar qog'ozdagi gap emas, amaldagi gaplar. Hammamiz ko'rib bilib, ko'rib turibmiz qilingan ishlar, amalga oshirilgan ishlar. Xudo xolasa mana 26-yilning 1-yarim-yilligida bundan ham yaxshi hisobotlarni aytasiz. Sababiki mana bizning tumanimizda 37 mahalla bo'lsa, shuning hozir 15 tasida Islom taraqqiyot banki hamkorligida katta ishlar, islohotlar amalga oshirilyapti. Bu ishlar amalga oshsa, nasib bo'lsa, Navro'zga qadar tumanimizda juda katta mahallalarda o'zgarish yaxshi. Xalqimiz uchun keng sharoitlar yaratiladi.
Men endi shu yerda mana bizning Yangiyer mahallamiz ham shu dasturga tushgan. Ishlar juda yaxshi boshlandi. Bitta qismiga rahmat aytaman. Mana istalbachilar 30 kilometr edi, 30 kilometrga to'liq istalbani qo'ydi. Hozir shu kabel tartish ishlarini mana 2 kun oldin juda shamol sovuq bo'ldi. Odamlar tashqari chiqishga jirkan, lekin ular istalbaga chiqib ishladi. Rahmat shu yigitlarga. Hozir kabel tartish ishlari ketyapti. Lekin shag'al to'g'ish, asfalt qilish ishlari mana kengashga ham tashlab berganman rasmlarini. 60% ga shag'al to'gilgan, 10% ga asfalt to'gilgan. Lekin hali shag'al qilish ishlari qordan beri to'xtab qoldi. Mana shu ishni sababini surishtirsam, to'g'ri, bosim, gaz yo'q, hozir sovuq asfalt qilishga bu sharoit desa yo'qligini aytsa bo'ladi. Lekin shag'al to'g'ish uchun yer bo'sh, loy texnikamiz kirib ketadi degan gapni aytyapti-da. Men o'zingiz ham ko'rib o'tganingiz mahallani ortida texnikalar shu qordan beri to'xtab turibdi. Shu ishlarni bir qo'zg'atishga keyin 3 ta ko'prik tushishi kerak. Hali bu ko'priklar bundan boshlanmagan. Keyin mana piyodalar yo'lagi. Bu yo'laklar ham hali boshlanmagan. Shu ishlarda bir turtki berib boshlatishga yordam berishingizni so'ramoqchi. Rahmat, hurmatli deputat. Aynan shu men o'zim Yangiyer mahallaga reja grafik bo'yicha qabulim bor. Shundan bitta qabul o'tkazdim. Fuqarolar bilan, ko'cha boshlig'lari bilan, nuroniylar bilan gaplashdik. Haqiqatan ish ketyapti, lekin men sovuq ob-havo bilan juda sustligini o'zim ham ko'rib keldim. Bu masalalarni quruvchilar yutib olgan tenderdan ta'min quruvchilar bor. Albatta uni inobatga olib, qurilish bo'limidan birga hamkorlikda ishlarni jadallashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilayapmiz. Rahmat. Savollar bormi yana? Marhamat. Hozir mana deputatlar haqida e'tirozlar bildiryapti. Menga bunday shunday e'tiroz bor edi. Azamat aka bilan gaplashaman degan, bu yozda sessiya qilgan uchun. Bizning mahallada 53-maktabda yonidagi ko'cha Namlar ko'chaga kiritilgan. Lekin o'sha ko'chaga faqatgina 10 xalta sement bilan 12 ta tungi yoritish qo'yilgan, boshqa narsa yo'lga qo'yilmagan. Lekin undan qilinadigan o'sha Namlar ko'cha hali juda qilinadigan ishlar ko'p, lekin Namlar ko'cha qilingan. Endi sarflarga bo'lmagan, qancha ketgan, nima bo'lgan, endi aholining o'rtasida, qo'ni qo'shni o'rtasida bo'layotgan gap so'zlar shu bilan yaqin bo'ldi, yana qancha nima degan gap so'zlar ham bor endi aholining gapi. Agar mumkin bo'lsa 25 dagi o'sha ma'lumotlar, qilingan ma'lumotlar bo'lsa, bu deputatlarga bersak, o'zlari borib, jamoatchilik nazorati o'rnatib, haqiqatda shu olingan narsalar maqsad qo'yilgan ishyapti. Shuni ko'rsa, albatta hozir bu yerda umumiy holatda hisobotingizda sifrlar, raqamlarni umumiy holatda tuman bo'yicha o'qib eshitilyapsiz, lekin ayni mahallada qancha narsa ajratilib, qancha nima olinib, qayerga qo'yilganligi ma'lumotlar aniq uchun agar mumkin bo'lsa shu qo'shimcha qilsangiz shu hisobotingizga shuni biz deputatlar orqali deputatlar joylariga o'zini mahallasiga bo'lganda bir borib shu maqsadda ishlatilganini nazorat qilsa agar mumkin bo'lsa. Rahmat, hurmatli deputat savol uchun. Buni mumkin emas, men rahmat aytaman. Men sizga ham shu tashabbus beraman. Agar ular borib ko'maklashsa shu ishlar bo'lmaganligi, chunki men o'zim ham borib har bir qadamni tekshirolmayman. Mahalla kesimida bor. Sement masalasi men Nurli hayot mahallamiz aniqlik kiritaman. Men hammasiga 3 tonnadan sement olganmiz. Endi mahallaning taftish komissiyasi bor. Men mahalla raislariga ham barchasiga topshiriq berganman. Hozir mana shu eski yildagi 10% dan olgan va bajargan ishlarni taftish komissiyasini xulosasini qilish haqida topshiriq berdim. 15 gacha muddat qo'yganman. Ular hozir mahalla raislari yetkazib qilyapti. Sizlarga bevosita bunga ishtirok etishlaringga hech qanday to'siq monelik yo'q. Bugun raislarga ham topshiriq berdim. Men unga rahmat aytaman. Sizlarga shu bor bo'lgan shu ishlar bo'lmaganligini taftish komissiyasi bilan yordam bersalaring. Endi agar hozir men hisobotimni o'qiyapman, o'sha aynan Nurli hayot mahallada qaysi ko'cha nomi namunali qilingani hozir ham aniqlik kiritaman. Ajum ko'chasi. Ba'zida agar boshqa ko'chalar qilib yetmayapti, keyin ortib qolib bundan boshlangan holatlar bo'lgan aniqlik kiritaman hozir mahalla raisi yetkazilgan bilan birga. Agar bu yilgi qolib ketgan bo'lsa ham, bu yilgi nasib bo'lsa rejamizga yana bitta ko'cha qilamiz, xudo xolasa, namunali o'sha ko'chaga qo'yib qolgan ishlarni davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat. Savollar yo'qmi? Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, mana shu olib borilayotgan ishlarni hammasi
albatta o'sha mahallada o'z yechimini topadi. Shuning uchun o'sha hududdagi har bir deputatga biriktirilgan mahallalarda borib o'zlaringiz bemalol o'rganishlaringiz mumkin. Shuning uchun qaror kiritamiz. Keyin mana Komil Shaymonovich, siz deputat sifatida o'sha kengash yig'ishlariga, o'sha mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki o'zingiz shaxsiy qabullaringizda o'sha masalalarni ko'tarib qo'yish imkoniyatiga egasiz. Demak, boshqa savollar yo'qmi? Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, kun tartibidagi masala bo'yicha tayinlangan qaror loyihasini ko'rib chiqamiz. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Hozir keltirilgan fikrlardan qo'shimcha qilamiz. Demak, hozirgi mana o'sha har bir mahalla kesimida deputatlar ishtirokida o'sha nazorat guruhini tashkil qilish, o'sha namunali ko'chalarda olib borilgan ishlarni holatini o'rganish, unga ishlatilgan mablag'larni sarf xarajatini o'rganish bo'yicha yana bitta qaror loyihasi qo'shimcha bir band etsak ma'qulmi? Ma'qul. Bo'lsa shuni kiritamiz, manfaatimiz yozib olyaptilar. Agar o'sha o'zgartirishlar bilan qabul qilamiz desak ma'qulmi? Ma'qul deganlar ko'plar tasdiq berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 5-masala xalq deputatlari Muzrabot tuman kengashi doimiy komissiyasi raislarining 2025-yil yakuni bo'yicha hisobotlari to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Musayev Lazizjon Zafarovichga beriladi. Marhamat, Lazizjon Zafarovich. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, doimiy komissiya o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi qonunlari, xalq deputatlari kengashi reglamenti hamda tasdiqlangan ish reja asosida olib borildi. Hisobot davrida komissiya faoliyati mahalliy byudjet mablag'larini samarali sarf foydalanish, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, aholi bandligini ta'minlash masalasi kiritiladi. Hisobot davomida doimiy komissiya tomonidan 46 marta yig'ilishlar o'tkazildi. Ushbu yig'ilishlarda komissiya vakolatiga kiruvchi dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Jumladan mahalliy byudjet daromadlari va xarajatlarning qismini ijrosi, byudjet mablag'larini maqsadli va samarali foydalanish holati, soliq tushumlari va qarzdorlikni kamaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish holati, davlat dasturining ijrosi hamda iqtisodiy islohotlar doirasida belgilangan vazifalar yuzasidan mas'ul tashkilotlar rahbarlari hisobotlari tinglandi. Yig'ilishlar yakunida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tegishli tavsiya va qarorlar qabul qilindi. Hisobot yil davomida doimiy komissiya tomonidan 17 marta o'rganish va tahliliy ishlar amalga oshirildi. O'rganishlar davomida mahalliy byudjet mablag'lari maqsadli sarflanishi, tadbirkorlik subyektlari faoliyati, ularga yaratilgan shart-sharoitlar, kredit imtiyozlaridan foydalanish holatlari chuqur tahlil qilindi. O'rganish natijalari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar tayyorlanib, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalarida kiritildi hamda tegishli tashkilotlarga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq takliflar berildi. Doimiy komissiya tomonidan hisobot davrida 19 marotaba qonun va normativ huquqiy hujjatlar targ'iboti ishlari olib borildi. Ushbu tadbirlar davomida mahalliy byudjetga oid qonunchilik, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hujjatlar, soliq siyosatidagi o'zgarishlar hamda investitsiya faoliyatiga oid yangiliklar alohida tadbirkorlik subyektlariga keng tushuntirildi. Mazkur targ'ibot ishlarining tadbirkorlarning xususiy savodxonligini oshirish va qonunchilik talablariga rioya etilish ta'minlashga xizmat qildi. Hisobot yili davomida 15 marotaba davra suhbatlari o'tkazildi. Davra suhbatlarida tadbirkorlar, mutasaddi tashkilotlar vakillari hamda jamoatchilik ishtirok etdi. Uchrashuvlar davomida tadbirkorlik faoliyatini uchrayotgan muammolar ma'lum qilinib, ular bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Davra suhbatlari natijasida belgilangan takliflar tegishli idoralarda yo'naltirildi va ular ijrosi doimiy nazoratga olindi.
doimiy komissiya tomonidan 1 yil davomida mahalliy byudjet ijrosi ustidan doimiy nazorat o'rnatildi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to'sqinlik qilayotgan muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha ishlar olib borildi. Aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar ijrosi monitoringlanadi. Iqtisodiy islohotlar joylarda amalga oshirish holatlari o'rganildi. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasiga kiritilgan tegishli qaror loyihalari takliflar kiritildi. Xulosa, doimiy komissiya hisobot davrida mahalliy byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va aholi bandligini ta'minlash masalalari bo'yicha belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirdi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishda tizimli ishlarni davom ettirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash asosida vazifalarni belgilab oldi. E'tiborga shunaqa. Rahmat, savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibidagi masala bo'yicha so'z hamdiklar tuman kengashi demak, savol bo'lish qanaqa ekanligiga va sizlarda fikr munosabat. Shu masala bo'yicha shu savolni vaqtlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Nima ovoz qo'yaman, rozilar? Rahmat, qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, rahmat, qabul qilindi. Kun tartibi masala yuzasidan navbatdagi so'z demak Xalq deputatlar tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarida ochiqlik ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Tangev Tursunqul Xo'jaqulovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Tuman kengashi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 1 yillik ish rejasi va amalga oshirilgan ishlar. Doimiy komissiya o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonunlari, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturlari, Xalq deputatlari tuman kengashi reglamenti hamda tasdiqlangan ish rejasi asosida olib boradi. Komissiya faoliyati korrupsiyaning oldini olish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, huquqbuzarlik profilaktikasi hamda hududda jamoat va ijtimoiy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratiladi. Doimiy komissiya yig'ilishlari sobiq davrda doimiy komissiya tomonidan 17 marotaba yig'ilishlar o'tkazildi. Ushbu yig'ilishlarda komissiya vakolatiga taalluqli quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qabul qilingan qaror va dasturlar ijrosi, davlat organlari va tashkilotlarida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash holati, mansabdor shaxslar faoliyatida korrupsiya xavf-xatarini kamaytirish choralari, huquqbuzarliklar profilaktikasida va jinoyatchilikning oldini olish masalalari, jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash holati, profilaktika inspektorlari va mas'ul tashkilotlar faoliyati. Yig'ilishlarda mas'ul idora va tashkilot rahbarlarining axborot va hisobotlari tinglanib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar va qarorlar qabul qilindi. O'rganish va monitoring ishlari. Hisobot yili davomida komissiya tomonidan 11 marotaba o'rganish va monitoring ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida davlat tashkilotlarida korrupsiyaviy holatlarning oldini olish bo'yicha ishlar, davlat xizmatlari ko'rsatishda shaffoflik va qonuniylikka rioya etilishi, huquqbuzarlik va jinoyatchilik holati, jamoat tartibini saqlash va xavfsizlik masalalari o'rganildi. O'rganishlar yakuni bo'yicha tahliliy ma'lumotlar tayyorlanib, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalariga kiritildi hamda tegishli tashkilotlarga kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tavsiyalar berildi.
qonun va normativ-huquqiy hujjatlar targ'iboti. Hisobot davrida 11 marotaba qonun va normativ-huquqiy hujjatlar targ'iboti tadbirlari o'tkazildi. Ushbu tadbirlarda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun, davlat xizmatida halollik va mas'uliyat tamoyillari, huquqbuzarlar uchun javobgarlik masalalari, fuqarolarning huquqiy va majburiyatlari keng tushuntirildi. Mazkur targ'ibot ishlari aholining huquqiy ongini oshirish va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga xizmat qildi. Davra suhbatlari va uchrashuvlar doimiy komissiya tomonidan 21 marotaba davra suhbatlari tashkil etildi. Davra suhbatlarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat tashkilotlari vakillari, jamoatchilik faollari va yoshlar ishtirok etdi. Uchrashuvlar davomida korrupsiyaning oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasi, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirish hamda xavfsiz muhitni yaratish masalalari muhokama qilindi. Bildirilgan takliflar asosida aniq choralar belgilandi. Hisobot davrida amalga oshirilgan boshqa ishlar 1 yil davomida doimiy komissiya tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha doimiy nazorat ishlari olib borildi. Davlat organlari faoliyatida ochiqlik va hisobotdorlikni kuchaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Huquqbuzarlik profilaktikasi bo'yicha hamkorlik kuchaytirildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar qo'llab-quvvatlandi. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalariga tegishli qaror loyihalari va takliflar kiritildi. Xulosa, doimiy komissiya hisobot davrida korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirdi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishda tizimli ishlarni davom ettirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash asosiy vazifa etib belgilangan. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari, albatta bu masala mana yaqinda muhtaram boshimiz tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan ishlar, tekshirish ishlari, mana bo'lgan o'zgarishlar, aniqlangan kamchiliklar yana ham bizning mana shu korrupsiyaga qarshi ishlash bo'yicha doimiy komissiyamiz vazifasiga kiritiladi, belgilab olib, biz korrupsiyan holatni sodir qilgandan keyin uni tutib, uni muhokama qilish emas, shu holatning salbiy holat ekanligini, shu holatning juda yomon holat ekanligini hamma joyda tushuntirishimiz kerak, ish olib borishimiz kerak. Bu masalani doimiy masala deb bilishimiz kerak. Bu yerda o'tirgan tashkilot rahbarlari hammamiz o'z tashkilotimizda, o'z joyimizda, mahallamizda, xalqimiz orasida mana shu illat yomon illat ekanligini singdirsak, qachonki mana shu korrupsiya holatlarini kamaytiramiz, yo'qotamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana men hisobot ishlarim shulardan iborat edi. Rahmat. Savollar bormi? Tursunqul Xo'jaqulovich, sizga mana shu korrupsiyan holat bo'yicha juda ishimiz orqada deputatlar kengashini. Vaholanki har oyda mana sizni doimiy komissiyangiz bitta sohani albatta korrupsiyan holatini o'rganish kerak. Albatta. O'sha korrupsiyan holatlarni o'rganib, kerak bo'lsa mana shu sessiya komplektiga kiritib, tegishli joylarga ma'lumot berish kerak. Yaxshi. Chunki o'sha biz senatda o'qishga borganimizda ham shu masalalar bo'yicha alohida e'tibor qaratildi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha prezidentimiz mana juda katta ko'lamni ishlab, juda katta vazifalar bizga yuklatyaptilar. Shuning uchun deputatlar faqatgina mana shu doimiy komissiya vakillari, barcha deputatlar ham mana shu korrupsiyaga qarshi kurash, davlat organlarini ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi bilan hamkorlikda ish olib borib, shu hududingizdagi qaysi tashkilot, korxona muassasalarida mana shunaqangi korrupsiya holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlarni albatta siz bevosita siz rahbaringizda o'rganish imkoniyatiga egasiz. Rahmat, hurmatli rais, siz bilan hozir bildirgan takliflaringizni albatta komissiyaning ish rejasiga kiritib, o'zimizni haqiqatan to'g'ri takliflaringiz biz
yanada bu ishlarni xalq orasida, tashkilotlarda ko'pchilik bo'lib shu komissiyaning a'zolari birgalikda aylanib tushuntirib, nazorat qilib tursak, tez bu narsa amalga oshiriladi. Ta'kidlaringizni albatta ishlashimiz kerak. Keyingi bu yilgi 26-yilda ishimizga qo'ydik. Rahmat. Savollar yo'qmi? Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga taqdim etilgan. Ovozga qo'yaman, rozilar. Rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi masala, keyingi masala bo'yicha navbatdagi so'zni Xalq deputatlari tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosat, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Allomurodov Otabek Allomurodovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 1 yillik ish rejasi va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha hisobotni o'qib eshittirmoqchiman. Doimiy komissiya o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonunlari, ijtimoiy soha va yoshlar siyosatiga oid davlat dasturlari, xalq deputatlari kengashi reglamenti hamda tasdiqlangan ish rejasi asosida olib bordi. Komissiya faoliyati aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, madaniyat va sport sohasini rivojlantirishga qaratildi. Doimiy komissiya yig'ilishlari hisobot davrida doimiy komissiya tomonidan 16 marotaba yig'ilishlar o'tkazildi. Ushbu yig'ilishlarda komissiya vakolatiga oid quyidagi masalalar muhokama qilindi. Ijtimoiy himoya tizimi va aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar holati, yoshlar siyosati doirasida amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport muassasalari faoliyati, sport inshootlaridan samarali foydalanish masalalari, yoshlar bandligi, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish, xotin-qizlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bilan ishlash. Yig'ilishlarda mas'ul tashkilotlar rahbarlarining axborot va hisobotlari tinglanib, aniqlangan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. O'rganish va monitoring ishlari. Hisobot yilida doimiy komissiya tomonidan 13 marotaba o'rganish va monitoring ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida ijtimoiy soha muassasalarining moddiy texnik holati, yoshlar bilan ishlash samaradorligi, madaniyat va sport tadbirlarining tashkil etilishi, sport to'garaklari va madaniy markaz faoliyati, aholining ijtimoiy muammolari o'rganildi. O'rganish natijalari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar tayyorlanib, xalq deputatlari kengashi sessiyalariga kiritildi va tegishli tashkilotlarga amaliy tavsiyalar berildi. Qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar targ'iboti. Hisobot davrida 14 marotaba qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar targ'iboti tadbirlari o'tkazildi. Ushbu tadbirlarda ijtimoiy soha va yoshlar siyosatiga oid qonunlar, madaniyat va sportni rivojlantirishga qaratilgan hujjatlar, yoshlarning huquq va majburiyatlari, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish masalalari keng tushuntirildi. Mazkur targ'ibot ishlari aholining, ayniqsa yoshlarning huquqiy ongi va faolligini oshirishga xizmat qildi. Davra suhbatlari va uchrashuvlar. Doimiy komissiya tomonidan 25 marotaba davra suhbatlari tashkil etildi. Davra suhbatlarida yoshlar, ta'lim muassasalari vakillari, sport murabbiylari, madaniyat xodimlari hamda jamoatchilik faollari ishtirok etdi. Uchrashuvlar davomida yoshlar muammolari, sport va madaniyat sohasini rivojlantirish, ijtimoiy muhitni yaxshilash bo'yicha fikr almashildi. Bildirilgan takliflar asosida aniq choralar belgilandi. Hisobot davrida amalga oshirilgan boshqa ishlar. 1 yil davomida doimiy komissiya tomonidan
ijtimoiy soha obyektlari faoliyati ustidan doimiy nazorat o'rnatildi. Yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish bo'yicha tashabbuslar ilgari surildi. Sport va madaniy tadbirlarni qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirildi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan loyihalar qo'llab-quvvatlandi. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalariga tegishli qaror loyihalari va takliflar kiritildi. Doimiy komissiya hisobot davrida ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirdi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishlarda ishlarni yanada faollashtirish, yoshlar va aholi manfaatlarini ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning amalga oshirgan ishlari bo'yicha qisqacha hisoboti shulardan iborat. Rahmat, savollar bormi? Ma'ruzachiga. Savollar bo'lmasa, rahmat o'tishingiz mumkin. Ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqamiz. Qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasini qo'lda tasdiq etishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat, qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi. Keyingi masala, kun tartibidagi keyingi masalamiz juda istalgan navbatdagi so'z xalq deputatlari tuman kengashining agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari komissiyasi raisi Qoraqulov Ravshan Usmonovich beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 1 yillik ish rejasi va amalga oshirilgan ishlari to'g'risida hisobot berib o'tmoqchiman. Doimiy komissiya o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonunlari, agrar soha, suv xo'jaligi va ekologiyaga oid davlat dasturlari, xalq deputatlari kengashi reglamenti hamda tasdiqlangan ish rejasi asosida olib bordi. Komissiya faoliyati qishloq xo'jaligini rivojlantirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratildi. Doimiy komissiya yig'ilishlari hisobot davrida doimiy komissiya tomonidan 14 marotaba yig'ilishlar o'tkazildi. Ushbu yig'ilishlarda komissiya vakolatiga oid quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. Qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va hosildorlikni oshirish masalalari, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, suv resurslaridan samarali va tejamkor foydalanishlar holati, sug'orish tizimlari va meliorativ holatlar, ekologik muammolar va ularni bartaraf etish chora-tadbirlari, davlat dasturlari va loyihalar ijrosi. Yig'ilishlarda soha mas'ullarining axborot va hisobotlari tinglanib, aniqlangan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli qaror va tavsiyalar qabul qilindi. O'rganish va monitoring ishlari. Hisobot yilida doimiy komissiya tomonidan 10 marotaba o'rganish va monitoring ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyati, suv ta'minoti va sug'orish inshootlari holati, yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan tadbirlar o'rganildi. O'rganishlar natijalari asosida tahliliy ma'lumotlar tayyorlanib, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalariga kiritildi hamda mas'ul tashkilotlarga aniq takliflar berildi. Qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar targ'iboti. Hisobot davrida 12 marotaba qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar targ'iboti tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida agrar soha va suv xo'jaligiga oid qonunchilik, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari, yer va suvdan foydalanish qoidalari, ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan tushuntirishlar berildi. Mazkur targ'ibot ishlari aholining huquqiy va ekologik savodxonligini oshirishga xizmat qildi. Davra suhbatlari va uchrashuvlar.
doimiy komissiya tomonidan 22 marotaba davra suhbatlari tashkil etildi. Davra suhbatlarida fermerlar, suv xo'jaligi mutaxassislari, ekologiya sohasida mas'ul hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvlar davomida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, suv tanqisligi muammolari, ekologik muhofaza masalalari muhokama qilindi. Bildirilgan takliflar asosida amaliy choralar belgilandi. Hisobot davrida amalga oshirilgan boshqa ishlar 1 yil davomida doimiy komissiya tomonidan agrar sohada islohotlar ijrosi ustidan doimiy nazorat olib borildi. Suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan tashabbuskorlar ilgari surildi. Ekologik holatni yaxshilash bo'yicha loyihalar qo'llab-quvvatlandi. Aholi va fermerlar murojaatlari o'rganilib, ularning yechimlari bo'yicha choralar ko'rildi. Xalq deputatlari kengash sessiyalariga tegishli qaror loyihalari va takliflar kiritildi. Doimiy komissiya hisobot davrida agrar soha, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirdi. Kelgusida ushbu yo'nalishlarda ishlarni yanada kuchaytirish, suv va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda ekologiya barqarorligini ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan. Ma'ruzam tugadi, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ma'ruzachi savollar bormi? Yo'q. Rahmat o'tiring. Savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqamiz. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa qaror loyihasini qo'lga tasdiq berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 6-masala Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlarining 2026-yil davomida saylovchilar oldida o'z faoliyati va kelgusidagi rejalari yuzasidan axborot berish, reja jadvalini tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibi masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiq berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, shu bilan kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tish haqida kimlar qanday fikrlanmoqda? Bo'lmasa, Xalq deputatlari tuman kengashining 17-sessiya ishini yopiq deb e'lon qilaman. Yaşlı
Deputatlar qilamiz.